Validemde gayretini gördüm. Kolları da patır turuptum. Pullarını ağızda sanab. Dağday turtamlarga açırıp turuptu. Nima qaramadılar? Aka, sal nimadir yetishmadi qo'shig'ingizda, aka. Boshqa yo'qmidi? Biz qaraydiganimiz boshqa qo'shiq. Bormi? Shundan aytingchi bitta. Yurtimiz güzel diyor. Şu yurtta bir maskan var. Sadakat degan joyda non satar bozorlari bor. Patırçı kız, patırçı kız çok şadan. Validenning patırlari maktab oladi hamon. Gap yo'q. Ulug'bek aka, mana shundan boshlamaysizmi boshida aka? Yarmida qarab yorardim aka. Bo'pti mayli aka. Nima orzungiz bor? Shunda gapiring. Nima orzu? Validemdan patır olish. Shuni orzu? Validan patr. Novoylari bormi? Qani novoylari? Akamizga nondan akasizlar. Aka 15 yildan oshiq patrlari bor. Muammo yo'q aka. Bo'l. Nechta patrga to'yasiz? Ayting, nechta? 4ta. 4ta? Bo'l, 4ta patr. Mana sirasi mana. Bo'l. Yana nima orzungiz bor aka? Ayting. Ana shu 1 kilo qurtidan keyin holvaqantni olish. Aka, yana shu orzungiz a? Aka, bu yerda holvalarning oldida boshqalarning holvasi holva bo'lib qoladi prosta aka. O'zi sizga ja qurt ham shart emas ekan. O'zingizda ham bor ekan qurt. Mana turibsiz a. Aka, mayli. Muammo yo'q. Kurtlarni-chi mindayligicha bor. Unaqa ba'zilarga o'xshab manatlarda qilingan qurt emas aka. Toza, bunday qilingan chiroyli qurtlar bor aka. Muammo yo'q. Bosingiz Ulug'bek aka. Orzularingizni volidan patr bilan amalga oshiramiz. Sizga ishondim. Bo'ldi aka. Charchamang. Bosing. Salomat bo'ling.